Hozir men o'zimning biznesimga keldim, Lil Store'ga. Bu bizning oilaviy biznes. Hozir bizlarda, короче, yangi tovarlar kelgan. No, bitta kiyim menga shunaqa yoqdi. Sizlarga ko'rsataman mana. Buni qaranglar. Atalım bo'lib yotibdi-da bu kiyim. Shunda atalım bo'lib yotibdi. Men direktimga yozmanglar, bu nech bo'ldi? Men narxini bilmayman. O'ziga yozinglar, mana profilni atmetka qilib qo'yaman. Mana Elida Oybek metroda kelinglar. Yandexga Lil Store deb yozsanglar chiqib keladi. ikkita i l.store deb yozsanglar chiqib keladi. Mana kiyim asal ekan. Mana shimlar bunaqa takoy futbolkalar. Kun isib ketdi уже, qizib ketdi hamma joy. Shuning uchun men do'konimga kelinglar. Arzon. Mana uni qaranglar. Zo'r skryaznak bo'lib turadi hamma yoqdan. Boshqa do'konlarda ishoninglar, bunaqa pulgacha yirtiq kiyim olasizlar-da. Meniki do'konimga kelsanglar, dahshat kiyimlar bor. Sifatli, prям офигетель.